Assalomu alaykum. O'zbekiston kanalining kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga aynan mana shu uskuna haqida ozgina informatsiya bermoqchiman. Bu uskunamiz lazerli stanok bo'lib, buning asosiy vazifasi bizga kerak bo'lgan har qanday toshni 20 sm gacha bo'lgan qalinlikdagi toshlarimizni biz xohlagan razmerlarda, ya'ni klientlarimizning xohishiga qarab, ularni xohlagan zakaz qilgan razmerlarda kesib olish vazifasini o'tovchi bir uskunamiz. Hozirda navbahor toshlarimizni 2 sm qalinlikdagi usti agniobrobotka bo'lgan holatini 15 ga 30 hamda 30 ga 30 bo'lgan holatlarda burchatka o'rnida kesib yetkazib berish niyatidamiz. Mana shu jarayonni o'z ko'zingiz bilan hozir ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu toshlarimiz mana shu hozirgi lazerli stanokimizdan chiqqan holati 15 ga 30 razmerda kesilingan agniobrobotka yetkazib berishga faqat upakovka qilish jarayoni qolgan. Va mana bu yerda 30 ga 30 razmerdagi qalinligi 2 usti agniobrobotka bo'lgan holatdagi toshlarimiz bo'ladi. Bularni biz olib chiqib yetarli hajmga ega bo'lganidan keyin upakovkasini qilib, Xudo xohlasa Buxoro Cityga yetkazib berishni mo'ljal qilib turibmiz. Mana bu yerda ishlab chiqaruvchi seximizdan upakovka qilish uchun tayyor bo'lib chiqqan holatdagi toshlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bu bizning Qorabog' toshimiz 60 ga 30 razmerda 2 sm qalinlikdagi agniobrobotka holatida tayyor holatiga upakovka faqat holati qolgan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa boya aytib o'tganimdek Buxoro Cityga mo'ljallangan 30 ga 30 agniobrobotka navbahor toshimiz bo'ladi. Bu yerda mana bu qismimizda 10 ga 20 bo'lgan holatdagi navbahor toshimizni kuydirilgan holati. Bularni ham mo'ljallashgan joyligi burchatka holatiga, yerga burchatka o'rnida yotqizishni mo'ljallashgan klientlarimiz. Mana bu yerda Aurora toshimiz 20 ga 20 holatdagi agniobrobotkasi. Agniobrobotka degani usti shirsaviy holatda bo'ladi, sirpanmaydi, yomg'ir, qorda chidamli bo'ladi va sirpanchiq bo'lmaydi. Bu yerdagi toshlarimiz 2 sm qalinligidagi 60 ga 30 razmerida G'azalkentdagi masjidimizning burchatkasiga mo'ljallangan zakazimiz. Yaqin kunlarda buni ham olib chiqib ketishadi. Sizning ham obyektingizga polirovni yoki burcharda yoki agniobrobotka holatdagi toshlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin va siz xohlagan razmerlarda va hajmlarda yetkazib berish biz uchun muammo emas. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va biz bilan bog'laning.